Jigarlar orqamda turgan daraxt noyob daraxt ekan. Xullas mana shu mahalladagi bitta aka bilan gaplashib qoldim. Farg'onadaman, Farg'ona shahrida mana shu daraxt bor ekan. Bu daraxt dunyoda ikkita ekan. Qaysidir davlatda, qaysidir joyda bitta. Bittasi mana shu Farg'ona shahrida ekan. Nomi nima ekan bilmadim. Xullas noyob daraxt dedi, mana agrajdeina qilib o'rab qo'ygan. Juda go'zal, chiroyli. Xullas men bilmagandim. Balki bilganlar bordir. Bilganlar aniq bilaman ko'p. Men 50 yil oldin bilardim, 100 yil oldin bilgandim, deganlar chiqadi bilaman. Lekin men bilmagandim, shuncha Farg'onaga kelib endi bildim. Shunga mabodo deb sizlarga ham ulashkim keldi. Shu boshqa gap so'z yo'q. Bitta mazah ko'rib o'yinglar bo'ldi. Men ham mazah tomosha qilib olyapman. Jigarlar mana yozuvda shu daraxt haqida ma'lumot yozilgan ekan. Videoga olayotib payqamay qolgan, daraxtga mahliyo bo'lib, daraxtga anqayib tomosha qilib oling deb hozir yonboshchan qilib rasmga olib qo'yib qo'yaman videoni oxirida. Sal-pal iplab o'qib olsa bo'ladi. Lekin ma'zur tutasizlar.